Assalomu alaykum. Domlam keldilar, domlam. Salomatmisiz, domlar? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar? Muncha shirin bu bola. Kiyib olganman. Aytga buyurmaysizlar. Voy, bo'g'irsoq. Voy, bolakay. Mana bitta shunadan olamasa. Mahallada eshitdim. Bayti g'azalga usta emishsizlar. Bachalar ovozi shirin bo'ladi. To'g'ri, bu ashla ichganmiz-da. Aytaver. Mumkin. Aytaver bo'g'irsoq. Boshla. ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أتوادا شداد Bachalar ovozi shirin bo'ladi. Chekkimassan yigitcha. Otarchilik qilib yurgan ishing eshak o'g'riligidan past. Bulbulni tuxumi bormi desangiz? Bor. Odinaxona soy bormi? Bor. Sippa sveji. Anavi Iprisqi Hidoyatxon avval bitta xotinini eplasachi. Kezalak. Tavba. Hali kelib shu kezimkash qonunni muhofaza qiladimi? Kuchiyski domlama. Kim bo'lishidan qat'iy nazar qonun oldida javob berishi kerak. U abror bo'ladimi? U vo'rzakon bo'ladimi? Voy ablah. O'zimizniki bo'la turib o'zimiznikini o'g'irlaysanmi? Dunyoda hamma o'g'ri. Bu dunyoda hamma o'g'ri. Hidoyatxon barakalla. Balli kalla, balli salla, balli kalla. Lekin men tavba qilganman. Sen o'zing kim bo'lsan, tavbang nima bo'lardi? Ha? O'g'ri qarasa sopa, g'ar qarasa Bu eshak nima qilib turibdi? Eshak bo'lganda ham cho'ponali urg'ochi eshak. Buni ustiga ilmi ham bor. Birodarlar, pulingizni rubl qilib qo'ying. Agar biz bu urg'ochi eshakni ammajon o'zimizni eshagimizga qochirsak, balki tug'ilgan ko'tiga ham o'ziga o'xshagan dono bo'lar. Hoziroq olib borib qochiramiz. juda aqlli eshakman-da. Aytingchi, eshakka o'xshadimi ozginagina? Eshak bo'lganda ham g'irt o'zi bo'ldingiz Hidoyatxon.